جدد حياة القلب بالقرآن. Aytqinki, o nihoyat mehribon Allohdir. Uningga iymon etdik va uningga tavakkul qildik. Mulk surasi 29-oyatning bir qismi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 8-dars Fathaning tanvillik o'qilishi, ya'ni qo'sh fatha. Oldingi soatlik darsimizda fathaning uzatilib o'qilishini ko'rib o'tgandik. Bu soatlik darsimiz qo'sh fatha ustida bo'ldi. Oldi bilan tanvin degan nima? Buni aniqlantirib o'taylik. Nunlashtirish deb atashqa bo'ladigan tanvin, ya'ni qo'sh fatha, qo'sh kasra, qo'sh damma belgilari qo'yilgandan keyin harflarning kayniga mos holdagi nun, an yoki an, in, un tovush qo'shib o'qilishni ko'rsatadi. Qo'sh fatha deganimiz arabchasi fathatayn deb ataladi. Bu fatha bilan sokinlik nun harfining birikmasidan tashkil topadi. Bir harfning tovushiga nun tovush qo'shib o'qishni ko'rsatadi. Bu harflarning ustiga qo'yiladigan belgi bo'lsa, qo'sh yantuq siziqni ko'rsatadi. Ba'zi narsalarni eskartish berib o'taman. Qo'sh fatha belgisi qo'yilganda bir alif harfi qo'shilib yoziladi, mutlaq qo'shilib yoziladi, ammo bu alif harfi o'qilmaydi. Oldingi soatlik darsimizda alif harfi kasa uzartiladi, ya'ni ikki harakat miqdori uzartilib o'qilishini ko'rsatadi degandik. Fathatayn kelgandan keyin bu alif harfi o'qilmaydi. Qur'onda qo'sh fathalik hamzaning kaynidan ko'pincha ahvollarda alif yozilmaydi. Birazdan ko'rsataman, misol berib o'taman. Qo'sh fathalik ta, ya'ni yipiq ta harfining kaynidan alif kelmaydi. Qo'sh fatha belgisi qo'yilgandan keyin harflarga an yoki an tovush qo'shib o'qiladi. Buni nimaga asosan bilalaymiz? Cho'ng o'qiladigan harflarga an tovushi qo'shiladi, kichik o'qiladigan harflarga bo'lsa an tovushi qo'shilib o'qiladi. Tövəndə inchga, ya'ni an tovush qo'shilib o'qiladigan harflarga qarab o'tamiz. Qaranglar, boy degandik, hamzadan keyin alif, ya'ni hamza, bu yerda alifning ustiga fathatan, ya'ni harakat kelgandan keyin biz buni hamza deb o'qiymiz deb o'rgangan qoldik soatlik darslarda. Shun buni hamza deb qabul qilsak, hamzaning kaynidan, ya'ni bu alif bilan birlikda harakat kelgan chog'da hamza deb qabul qilamiz. Buning kaynidan alif yozilmaydi degan qaranglar. Bu yerda ikki dona alif ko'rmadik. Shunlashqa alif yozilmaydi. Yoki yolg'iz hamza kelgan vaqtda alif yozilmaydi. Onundan boshqa qolgan harflarga qarasanglar, hammaning kaynida alif bor. Bir harfning ustiga fathatayn qo'sh fatha qo'yildi, kayniga alif keldi. Bularni talaffuz qilib beraman, menga ergishib talaffuz qilinglar. An, bularning hammasiga an tovush qo'shilib o'qiladi, chunki bular hammasi inchga, ya'ni kichik o'qilgan harflardir. Ben, ten, ten, eskartib o'taman. Bu yerdagi ta bo'lsa tishlab, tilimizning uchini tishlab o'qitdik. Buni diqqat qilinglar. Qayta bir qitim talaffuz qilib beraman. Ten, jan, davomliq menga ergishib talaffuz qilinglar. Han, then, the harfimi o'xshashlar tilimizning uchini tishlaymiz degan to'q. Qayta talaffuz qilib beraman. Then, zen, farqini ma'ni tishladik, buni tishlamadik. Zen, sen, shen, an, fen, ken, len, men, nen, hen, when, yen. Shundoq talaffuz qilinadi.
Tövəndə çoğ, yəni an tavushi qoşulub oquldan hərflərninki tələffuzunu qılıb beraman. Diqqət bilan tingşanglar və mənə əgişib tələffuz qılыңlar. Xan, ran, g'an, qan, son, bon, pon, von. Мұшындақ тәләппіз қылынды. Жұқардakilәрнең hammasi on тавышы qo'shilib o'qiladigan, ya'ni qo'shib tәләппіз qilinadigan hərflər. Silishtirma oldi bilan inchik o'qilgan hərflərə qarab o'tamiz. Oldi bilan fathalik, faqatla fathalik holati, uningdan keyin fathaning uzartilib o'qilishi, uningdan keyin qo'sh fatha. Bularga qarab o'tamiz. Menga agishib tәләппіз qilinglar. An, ba, ban, ta, tan, tha, than, ja, jan, ha, han, da, dan, the, then, za, zan, sa, san, sha, shan, an, fa, fan, ka, kan, la, lan, ma, man, na, nan, ha, han, wa, wan, ya, yan. Tövəndə çoğ oquldan hərflərninki silishtirmasi qarab o'tamiz. Yəni o'xshashlar oldi bilan yolg'iz fathalik holati, undan keyin fathani uzartilib o'qilishi, undan keyin fathatayn bo'lgan qo'sh fathaning o'qilishi qaraymiz. Yanlar menga agishib o'qinglar. Xo, xon, ra, ran, gha, g'on, qa, qon,
صا صا صن با با بان پا پا پان وا وا von mushundoq talaffuz qilinadi. Bu sonlik darsimiz mishagicha bo'ladi. Keyingi sonlik darsimizda qo'sh va ta'ni o'z ichiga olgan kalimalarni o'qib, mashq qilib o'tamiz. Keyingi sonlik darsgacha bo'lgan oraliqda bugun o'rgangan darslarni puxta egallashinglarni umid qilaman. Oldi bilan men diqqat bilan tingshinglar, undan keyin qayta kerak bo'lsa videoni to'xtatib turib, qayta takrorlab mashq qilinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. عنه سعي دائب وبه اعتني واحذر من الهجران